Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Bugun haftaning chorshanba kuni 5-mart 2025-yil o'lkamizga Xudo xolasa bahor kirib keldi. Barchamizni ro'za ayyom bilan tabriklayman. Barchamizni chorvamizga Allohim barakasini bersin Xudo xolasa. Bugungi shu video syomkamizda juda ko'pchilik savol berdi. O'sha savollarga sekin javob beramiz endi. Xudo xolasa mana mollarimiz yemi berilgan. Aylanib ham kelib yeyishyapti, o'rgilib ham kelib yeyishyapti. Qonni to'yganlari narada o'zini dvijeniyasini qilib yurishaveradi. Endi juda ko'p savol bo'lgan bizga. Tayini tozalamaysizmi degan savollarga endi mana bugun javob beramiz. Tayini tozalamaymiz. Bir yilda bir marta kun isiganda mana shu zagonni shunday tayi tozalanadi o'shanda. Hozir mana ko'rib turibsizlar, quridi tayi. Keyin yana juda ko'p savollar bor. O'sha savollarga sekin bitta-bitta javob beramiz. Tabiiy usulda baqilayotgan mollar. Tabiiy usulda hech qanaqa dori pora, ximikat, balo, battar, undaqa yem, bundaqa yem yo'q. Faqat o'zimizning retsept. Boshqa retseptda bas. Mana boshqa bir baho berib qo'yasizlar. Endi mana 5-mart bo'lsa, mana maytlar hali rosa qurib o'rgan yo'q, lekin mo'ytlar nihoyatda qurib, zo'rib bo'lgan. Sal balandroq joy. Aylanasiga baland. O'rta pastroq. Qolagancha irg'ib, sakrab yurishadi. Mana baytlar qurib bo'lgan. Ko'pchilik aytayapti, quyoshga teskari joyingiz. Quyoshga teskarisi ham bor. Quyosh tushadigan joyi ham bor. To'g'ri, mana meni maqsad quyoshga teskari. Navesimiz quyoshga teskari. Lekin nima sababini aytaman. Ko'pchilik mol bir oyda 50 kilo, 70 kilo qo'shadimi degan savollar bo'lyapti. Qo'shadi. Akalar, o'sha qo'shish nuqtasi bor o'zini. 1 yashargacha zo'r ketadi. Faqat zotli mollar. O'zimizni jaydarilar bas. Zotli mollar qo'shadi. Qarovga qarab. Eng birinchi o'rinda shu mollarni tayiga e'tibor berish kerak. Yani xonajini ham Xudo xolasa ko'z qisgisi kelyapti cho'ta. Birinchi o'rinda tayiga e'tibor beriladi. Tayi quruq bo'lishi kerak. Endi quridi baytlarimni ana sizlarga ko'rsatib boramiz. Baland joylari shod qurib bo'ldi. Qurib bo'lgan. Mana quyosh tushmaydigan joyi ham qurigan. Endi mana shu joyda qishda mana bemalol mollar tirikchilik qilgan, quyoshga teskari joy. Lekin bakka borku, yozdagi go'ngini olib qo'yilgan. O'shalar tashab borilgan bir rivojdan mana. Ko'rsataman, quruq. Bir qishda ham bir kun ko'rsatib borganman. Mana buni tayi stashga, lekin o'zimizni ashi mollarni o'zini quruq go'ngini tashaganimizga evaziga ushab bo'lgan. Go'ng quruq turadi. Постоянный. Bir qop, 1,5 qop tashlanadi. Quruq. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Buni tayi stashga, bunisini tayi stashga bas. Endi g'ish bosgan bo'laveradi. Endi xolaganlar g'ish bossin, xolaganlar stashga qilsin. Qishli kunlarda ham tayi quruq bo'lsa, o'shanda mol tez semiradi. Yegan ozuqasini o'ziga oladi. Zagonni ham shunday qilganlaring ma'qul. O'rtacha pastroq, chekkalarcha balandroq bo'lishi kerak. Quyosh tushmaydigan joylar ham qurib ketgan. Shunda ko'zlagan natijaga erishish osonroq bo'ladi. Mollarimiz Xudo xolasa hali tekshirtirganimiz yo'q. Endi bir tekshirtirib ko'ramiz.
O'shanga qarab sekin qarovni boshlayveramiz. O'shanga qarab mollarimizni yeyishi, ozuqasi o'sha silos aralashma yem emas, o'zimizning retsept asosida tayyorlangan. Undaqalik ortiqcha narsalar qo'shilmagan, o'zimiz oddiy kepek, kunjara, sho'rxa, arzon narsalardan nima qilingan. Bu mollar endi nimaga kelyapti, o'zlari biladi. Chunki bularga mehr beriladi, doim qashiladi. Qishda balota bo'lsa ham nima bas, mana mollar toza, xudo xolasa. Mollar orqadan qo'ymaydi. Kelaveradi. Novosam qashtirishga o'rgangan. Sizlarga ham xudo xolasa maslahatim, mollarni tagiga e'tibor berish kerak. Ayniqsa qishda tagi quruq bo'lsa, molni yegan ozuqasi o'ziga singishi, o'ziga olishi osonlashadi. Asosan qish. Xudo xolasa mana qishdan chiqdik, bag'i bemalol qarasham osonlashadi. O'sha bir yilda bir marta tozalashimizga sabab qishda bayt rosa go'ng to'planib bir nimasi bo'ladi, chayil bo'ladi bir. Lekin ichkari quruq bo'ladi. Yoz kelganda mana shu qatigan narsalar yumshoq bo'lib bir qurib ketadi. O'shanda qoplatamiz. Sekin qoplatib qishga zaxira qilinadi. Endi charimcha qimmatroq. Shuning uchun charim ham bu polar, u tagiga charim olisham bu polar, lekin eng asosan men uchun oddiylik. Eng asosiysi oddiy usulda arzon ozuqa berib mollarga qarash. Chunki foydani ko'proq olishni hamma xolasa kerak. Foydani ko'proq olishga harakat qilamiz mollardan. Bu yil xudo xolasa mana mollar ham qimmat bo'lib ketdi, go'shtlar ham qimmat bo'lib ketdi. Bunga endi nima sabab? Mollar kamaygani sababda nima sabab bo'lardi? Imkon darajada xudo xolasa mana shunaqa xonajillarni olib o'zimiz ko'paytirsak, shunda bir mollarning ham narxi tushib, o'zimiz bemalol bir qo'rda qilib olsak bo'laveradi. Mana yemlari ham mana uji mollar to'ydi. Lekin yem bor oxirida. Oxirida qolganlari sekin aylanib kelib yeyishib, o'zining tirikchiligini qilaveradi-yu, lekin yemni tugatmaslikka harakat qilamiz. Shu 4-5larda tugasa yetadi bizga. Keyin qolganini zakatobkani navesti ichiga zakatobka qilinadi. Eng asosiysi mana mollarimiz xudo xolasa toza bir qishdan chiqib oldik. Bag'iga sekin o'zgarishlar yaxshi bo'ladi. Havas qilganlarni uyda shunaqa chiroyli narsalardan iloyim ko'paysin. Xudoyim barakasini bersin barchamizga. Yaxshi niyatda bo'lganlarga. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi maslahatlar, yaxshi video lavhalarni chiqarishdi. Ko'zlab bormoqdamiz. Tekta savol bo'lyapti. Bemalol u savolga javob berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Endi ko'pchiligiga juda qimmatli qilyapti mollar. Semental qimmat bo'lib ketyapti deganlarga, kimi uyda o'zimizda jaydari kichkinagina shu sigiri bo'lsa ham, semental novoslarga bir ko'z qistirib olsa, zotga aylanadi. Bir yaxshi natija beradigan gibrid mol tug'iladi. Bemalol baqib,
bemalol harakat qilsa bo'laveradi keyin. Lekin maslahatimiz imkon darajada zotli mol olgani yaxshi. Qanaqa mol turi bo'lganiga farqi yo'q. Zotli mol bo'lsa, endi mollarga eng oson qarashni usuli kichkina bo'lsa ham zagon qilib qo'yib yuborish. O'shanda osonroq bo'ladi. Osonroq va oson ham bo'ladi. Nihoyatda oson bo'ladi. Endi 4-5 ta molni olib, hali zerikib bezigandan ko'ra bir kunda bir mahal yo ikki mahal qarab qo'ygan yetadi deb o'ylayman-da men o'zim ham. Boshqa ishlarga, boshqa ishlaringizga bir xalaqit qilmasa, boshqa qilmasa, bemalol molga qaraysiz. Xudo xolasa syomkamiz nihoyasiga yetdi. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolsizlar. O'z fikrlaringizni kommentariyada bemalol yozishlaring mumkin. Havas qilganlarga uyda, hammani uyda shuna mollardan ko'payorsin, Xudoyim barakasini beraversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaring uchun kattadan rahmat.